Demak qaranglar. Oddiy bitta funksiya y barobar misol uchun 4x minus 3. Men aytdim, bu chiziqli funksiya dedim. Chunki sababi x nechinchi darajasi bor faqat? Birinchi darajasi bor. Demak, y barobar 4x minus necha ekan? 3. Funksiyani ko'rinishi to'g'ri chiziq dedim. Qanday to'g'ri chiziq bo'ladi? Uni yoki qanday qilib tasvirlaymiz degan savol tug'iladi. Bu, misol uchun nimanidir anglatadimi? Bu qanaqa narsa ekan deb hozirdan miyaga naqshga berish kerak emas. U haqida sekin-sekin bor ma'lumotlar o'zidan nima qilib olamiz? Sug'urib olamiz. Faqat ko'ringlar, ha, shunaqa bo'lar ekan, ha, mana bu joy bunaqa ekan degan tushuncha hosil qilsangiz bo'ldi o'zlaringiz. Demak, buni ko'rinishini, ya'ni grafikini nima qilishimiz kerak? Yasashimiz kerak. Grafikini yasash kerak. Yasash tushunarli bo'ldi? Nima yasash kerak ekan? Grafik yasash kerak. Men aytdim, grafik bu uning ko'rinishimi? Uning ko'rinishi nimadan iborat ekan? To'g'ri chiziq. Sizlarga aytilgan qoida. Bu grafikda misol uchun nuqtalar to'plami bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni oddiygina to'g'ri chiziqqa bitta qaranglar. Ixtiyoriy to'g'ri chiziq. Mana shu yo'nalishda, mana. Mana to'g'ri chiziq, to'g'rimi? Bu qandaydir funksiyaning grafik bo'lishi mumkin. Mana bunga o'xshagan, lekin aynan buning grafiki emas. U qanday qilib topiladi? Qaranglar-da. Misol uchun mana shuni bo'laklarga bo'lib chiqsam, mana bu yerda bitta nuqta, bu yerda bitta nuqta olsam, nuqta. Yana o'rtasidan nuqtalar qo'yib ketaversam, mana bu nuqta, mana. To'g'ri chiziq o'zi nima ekan? Yaxshilab qaranglar. Cheksiz ko'p nuqtalarning yonma-yon turishi. Demak, bu to'g'ri chiziq nimalardan iborat ekan? Nuqtalardan. Bitta nuqtada nechta koordinata bo'ladi? Ikkita. To'g'rimi? Ana endi, tak. Demak, bu funksiyani topishim uchun unga tegishli bo'lgan ixtiyoriy nuqtani topsam bo'ldimi? Nimani topishim kerak ekan faqat? Ixtiyoriy nuqta. Bitta nuqtadan, mana. Bitta nuqtadan cheksiz ko'p to'g'ri chiziq o'tkazib bilaman. O'tib ketaveradi, misol uchun. Aynan mana shu nuqtadan mana. Tushunasizmi? Ikkita nuqta bo'lsa-chi. Ikkita nuqtadan o'tadigan. Mana. Faqatgina mana bu bormi? To'xtang. Sal eshib ketdi. Sizlar chizg'ich bilan akkuratni nima qilasizlar? Boshqa to'g'ri chiziq o'tkazish mumkinmi? Yo'q. Bunaqasiga ham o'tkazsam, bab shuni o'zi bilan ustidan tushadimi? Shuni o'zi bo'ladimi? Demak, men aynan ana shuni yasashim uchun, ana shuni chizig'ini yasashim uchun men bitta olaman desam, cheksiz ko'p chiziq bo'ladi. Qaysi bir bunga tegishliligini topib bilamanmi? Yo'q. Nechta nuqta kerak ekan eng kamida? Biz lekin nechta beramiz borligini aniq chiqish uchun 3 ta beramiz. Uni ahamiyati yo'q. Va bu nuqtalarni qanday qilib topamiz? Nuqta topish uchun menga ikkita koordinata kerak. Bittasi x, bittasi y. X erkin o'zgaruvchi deb o'rgatdim, to'g'rimi? U xohlagan ishini nima qilishi mumkin? Bajarishi, ya'ni xohlagan sonini olishi mumkin. Bilasizlar-a? Ana endi qaranglar, y-chi. Uni topishim uchun menga nima kerak? Demak, x o'z xohlagan soni, x men xohlaydi, biz xohlagan narsani xohlaydi, to'g'rimi? X o'rniga xohlagan sonimizni qo'yamiz va o'rniga y nima qilamiz? Topamiz. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Mana x deyman, mana buni y deyman ta'kidlab. Mana jadval ko'rinishida qilyapman. Qiyin joy yo'q. 3 ta berishim kerak. X o'rniga misol uchun tak -1 ni qo'ydim, boringlar. -1 qo'ygan paytim -7 chiqdimi? X o'rniga 0 qo'ygan paytim -3 chiqadi. X o'rniga 1 qo'ygan paytimchi 1 chiqadimi? To'g'ri? Mana bu ikkalasini birlashtirsam bitta nuqtami? X, y. Mana nechta nuqta paydo bo'ldi? Demak, avval mana buni tushunlaringiz-a? O'chirib tashlayman. Sizlarga tushuntirish uchun edi bu. Tak. Ya'ni to'g'ri chiziq bu eslaringizdan chiqmasin. Nuqtalarning nimasi? To'plami. Shu uchun ham nuqta orqali grafikni nima qilishimiz mumkin? Yasashimiz mumkin. Ana endi qaranglar. Tak. Grafik chizamiz. X mana bu nima bo'ladi? Y. Ana endi qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. Ana shuni sal teparoq sura 7 ta bo'lsinga. Tak, mana misol uchun 7. To'g'rimi? Tak. -1
minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, mana bu yer oldi minus 7 bor. Chunki bizlarga minus 7 kerak. Har bittasidan ham 7 tadan bo'laversin. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demak qaranglar, birinchi nuqtani yasamoqchiman. Nollik bormi? Nollik bo'lmasa, unga nima yasaymiz? To'g'ri. X dan minus 1 mana bu joyda, mana to'g'rimi? Mana minus 1. Y dan minus 7 mana bu joyda, to'g'rimi? Demak, mana shu nuqtami? To'g'rimi? Keyingisi 0 dan minus 3. Nollik kelsa, 0 bo'lmagan sonning ustida. Minus 3 mana bu yerdan. Son deb mana bu yerga qo'ymanglar. Mana bu son, mana bu yer anglatyapti. Tushunarli bo'ldi? Mana bu joyda misol uchun o'sha nuqta bu. Mana bu joy 0 ekan. Keyingisi 1 dan 1. Mana bunaqa chiziqlar o'zi chizish nima emas? Shart emas. Chizmasdan to'xtab qo'yib ketsangiz ham bo'ladi. Ana endi ana shu ikkala nuqtadan o'tadigan chiziq yasasam bo'ldim. To'g'ri chizig'i boshi bilan oxiri bormi? Yo'q. Eslaringizdan chiqmasin mana shu gapni. Hozir ko'rasiz o'zlaringiz. Ko'pchilik mana bunaqa qilib qo'yadi. Mana. O birinchi marta aniqroq chizdimmi deyman u. Tak, yaxshi. Mana shunaqasi tutashtirib qo'yadi bo'ldi deydi. O'rtada ham nuqtalar bor, har bittasi shu funksiyaga tegishli bo'lgan. Tushunarli bo'ldi? Qaranglar. Lekin mana bu xuddiki mana bosh, mana bu oxir bo'lib qoldimi? Bunda boshi bilan oxiri bormi? Aytdim. Bular ya'ni bu nuqtalardan o'tib ketib dash nima qiladi? Davom qiladi. Ya'ni mana bu yerdan dash nima qilib ketadi? O'tib ketadi. Oxirigacha davom ettirish eslaringizdan chiqmasin. Tushunarli bo'ldi? Hamma tushundimi? Demak, mana shu chiziq, tak. Mana bu x o'qi, mana bu qaysi o'qidi? Y o'qi, ha? Mana bu y barobar 4x minus 3 ning graf. Haqiqatdan ham to'g'ri chiziqdan iborat bo'lar ekanmi? Tushunlaringiz-a? Hamma tushundimi? Qaranglar. Ana endi mana bu qaysi o'q edi? Ox o'q, ha? To'g'rimi? Ox o'qini kesayotgan joyga qaranglar. Mana shu kesayotgan joy ham bitta nuqta hisoblanadimi? Mana bu nuqta. Ox ni kesuvchi nuqta. Ana bu yerga qaranglar. Y ni kesuvchi tushunarli bo'ldi? Mana bu, mana x va y o'qlarni kesuvchi nuqtalar. Tushunarli bo'ldi? Ana endi qaranglar, ox kesayotgan joyda mana x o'qda, to'g'rimi? Qandaydir son bor, misol uchun 0,5 bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Yoki 0,75 bo'lishi mumkin. Unga mos y ga nima to'g'ri kelyapti? Qaranglar, y o'qdagi son, mana shunga mos y o'qdagi son. Mana bu yerda nima bor? 0 mi? Demak, ox ni kesadi desa, y nima bo'lar ekan? Y o'rniga 0 qo'ysak bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni y o'rniga 0 qo'ysam, 4x minus 3 teng 0 bo'ladimi? X barobar 3 taqsim nechi? 0,75 mi? Demak, mana bu joy 3 taqsim nechi ekan? 4. Tushunarli bo'ldi? Ana endi qaranglar. Mana bu y ga kesayotgan joyi, mana shu y dagi x ga qaranglar. X ustiga to'g'ri tushirsam. Demak, y ni kesish uchun nima 0 bo'lish kerak ekan? Tushunlaringiz-a? X o'rniga 0 qo'ysam, y barobar 4 kere 0 minus 3. Y dan nechi chiqdi? Minus 3. Qaranglar, haqiqatan minus 3 ustida kesyaptimi? Demak, mana bu joy nima deyilar ekan? Koordinata o'qlarini kesuvchi nuqta. Uni koordinatasi qanaqa bo'ladi? Birinchi x yoziladi, to'g'rimi? Ya'ni 3 taqsim 4. Unga mos y nima bo'ladi? 0. Mana bu joychi. Birinchi x yoziladi. X 0, y nechi? Minus 3. Tushunarli bo'ldi? Hamma tushundimi? Tushunlaringizmi? Kim tushunmadi shu joyga? X o'qini kesuvchi nuqta, y o'qini kesuvchi nuqta va funksiyaning grafikini yasash. Qiyin ekan. Ikkita son bersangiz ham bo'ladi. Baribir to'g'ri bo'ladi. Chunki ikkita nuqtadan bitta to'g'ri chizib o'tadi. Men nima uchun 3 ta berdim? Grafigim aniqroq chiqishi uchun. Tushunarli bo'ldi? Keyin yana shu grafikga ta'rif beramiz, shu yo'nalish haqida gapiramiz. Misol uchun odam haqida gapirishni bilasizlar, to'g'rimi?
Shoh haqida gapiringlar qani, ta'riflanglar qani. Ali bitta fikr. Ayt shoh haqida. Bo'l, Ali vaqt ketyapti. Tishingni ochib o'tirma, o'ka. Dangal gapir. Ha. Mehnatdan qochmaydi, yaxshi. Yahyo. Shoh aka haqida bitta ta'rifini aytgan. Uka, tormozlik qilma, vaqtim ketyapti. Bo'l. Sohib. Jasur. Doston. Yaxshi bola, ya. Ha, sanki zo'r bola, ya. Asosiy ta'rifini ayt deb, sizlar odamga qanaqa ta'rif berasizlar? Ha, rahmat. Birinchi ta'rif. Bo'y qanaqa? Uzun, cho'tki. Keyingisi. Gavdali. O, yaxshi. Oh, bo'la, u normalniy. Keyingisi. To'g'ri. Mana, ya'ni uni ajratib olsa bo'ladigan xislatlarni aytish kerak boshqalar. Yaxshi bola. Öyle parod qilding. Anavga qarang, Crashbek. Nargisiga qaranglar. Sanlar bergan ta'rifingdan o'rgildim. Chiroyli demadigan yaxshi. Demak, funksiyaga birinchi o'rinda qaranglar. Har doim uning xossalari bor. Xossalari demak nima haqida gapiradi? 5 ta xossasi bor. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, 4 va 5-inchisi. Har bittasini hozir aytib o'tib ketib beraman va sizlarga tushuntiraman. Shu joyda anchagina narsani tushuntiraman. Tushunarli? Ahamiyat berib o'tiringlar. Eng ahamiyatli joylar. Birinchi o'rinda misol uchun xossalar degan unga beriladigan ta'rif nazarda tutiladi. Va mana shu 5 tasi orqali uni to'laligicha men nima qila olishim kerak? Ta'riflab berishim kerak. Ya'ni uni to'liq ta'riflab beraman. Aynan shu funksiyaligini nima qila olamiz? Bilib olamiz. Demak, ana endi undan avval bitta narsani aytib o'tib ketdik. Bu y o'qi, ya'ni funksiyaning qiymati. Funksiya bu y mi? Va y o'qida chiqadigan sonlar bormi? Y bu funksiyamda funksiyaning olib biladigan qiymatlari bor. Funksiyaning mana bu x o'qidachi. Bu yerda faqat x o'rniga qo'yib biladigan sonlarim bormi? X o'rniga qo'ya oladigan sonlar nima deyiladi? Aniqlanish soha. Demak, aniqlanish soha desa faqat nima haqida gapiriladi? X. Ya'ni aniqlanish sohasiga kiradigan sonlar. Demak, aniqlanish soha nimalar haqida gapirar ekan? Aniqlanish soha ya'ni nimaga tegishli bu? X ga tegishli. Ammo mana bu qiymatlari bor degani mana bu qiymatlar soha bo'ladi. Nima bo'lar ekan? Qiymatlar bu nima haqida gapirar ekan demak? Y haqida. Tushunarli bo'ldi? Ana shu narsalar ham bizlar ham muhim bo'ladi. Birinchisi, ya'ni unga bera oladigan y topishim uchun x ga son berishim kerakmi? Va x bu sonni ola bilishim muhimmi yoki muhim emasmi? Muhim. X da misol uchun mahrajda bu qol mahraj 0 bo'lib qolsa, olib bilaman, bu narsa mavjudmi? Yo'q. Shuning uchun mahrajni nima qilib qo'ymayman? 0 qo'yib. Eng muhimi shumi? Birinchi o'rinda, demak, birinchi xossasi, ya'ni uning aniqlanish sohasi. Ikkinchisi, unga mos, ya'ni funksiyaning chiqadigan javobi ham muhimmi? Funksiyaning chiqadigan javobi bu y mi? Y ga nima to'g'ri kelar ekan? Qiymat. Demak, bu nima bo'ladi? Qiymatlar sohasi. Ana endi keyingisi, uchinchisi. Qaranglar-da, misol uchun odam haqida gapiryapsa, shoh haqida hamda, u hali misol uchun o'sib borayotgan bolami? O'smir. Demak, unga nima deyiladi? O'smir. Hali o'sishda nima qiladi? Shoh qidiryapman men, ana shoh degan bolani ko'rmaysiz, u ana yoqda ko'rinishi qanaqa desam, qari chol deysizlar. Yoki o'smir bola deysizlar. To'g'rimi? Demak, uning yoki o'sib borishi yoki kamayishi degan tushuncha bor. Ya'ni funksiyaning o'sishi yoki funksiyani kamayishi degan tushunchasi bor.
Ana endi shu joyda qaranglar. Bu nimaga tegishli bo'ladi? Eslaringizdan chiqmas. Funksiyaning o'sishi, funksiyaning kamayishi deganda sizlar y tushunasiz. Chunki funksiya bu y mi? Lekin shuni o'stirib kamaytiradigan narsa borda, y nimagadir bog'langanda, to'g'rimi? Tushunlaringizmi? Hozir shoh o'qmaslik bu yerda kimga bog'liq? O'qituvchisiga bog'liq, to'g'rimi? Ya'ni menga. Demak, men xohlab buni urib bo'lsa ham xohlasam, agar o'zi ko'rsa o'qitaman, o'sadimi? O'zim xotiga qo'yib qo'ysamchi. Demak, funksiyaning o'sishi deganda funksiyani o'stira oladigan x'lar. Tushunar bo'ldi? Funksiyani o'stira oladigan nimani nazarda tutadi? X'larni nazarda tutadi. Tushunarli bo'ldimi gap? O'sish, kamayishi deganda x haqida gapiradi. Ya'ni javob nima haqida bo'lar ekan? Javob x haqida bo'ladi. Keyingisi, va nihoyat biza bilgan juft toqlik. Buni bilamiz, tekshirish kechagi darsda o'rgatdim, to'g'rimi? Va oxirgisi uning nimalari? Chorak. Tushunarli bo'ldi-ya? Demak, hozir aytaman. Aniqlanish soha bu nima edi? Shunga ta'rif berib boshlaymiz. Aniqlanish soha x ning olib biladigan qiymatlarimi? Agar mahraj unga nima qo'yadi? Mahraj cheklov qo'yadi. Eslaysizmi? Chunki ya'ni nima bo'lmasin deydi? 0 bo'lmasin. Juft darajali ildiz nima deydi? Manfiy bo'lmasin. Ya'ni 0 dan katta yoki o'sha cheklov. Bu yerda o'sha cheklov bormi? Birontasi. Yo'q-a? Bu degani barchasini nima qilib biladi degani. Aniqlanish sohasi yo'q deb gapirmanglar. Aniqlanish soha bu yerda bor. Har doim, hamma misolda bor. Tushunarli bo'ldi? Ba'zi birlarda sizlar ishlaganlaringiz bo'yicha ola olmaydigan sonlar chiqarib tashlaysizlar, to'g'rimi? Bu yerda hammasini olib biladimi? Demak, aniqlanish soha minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha. Tushunarli bo'ldi? To'xtanglar, mana bu yerda bitta narsa qolibdi. Mana bu chiziq bu funksiyaning o'zi. Funksiyaning o'zi deganda, ya'ni y bilan x ko'rsatmanglar. Mana bu chiziq o'sha funksiya. Demak, ya'ni yo'nalish mana bu. Tushunarli bo'ldimi? Tak, demak, qiymatlar sohasi qaranglar. Mana bu chiziq funksiyaning qiymatlari. Mana bu chiziq olib biladigan qiymat y yo'q-da. Qaranglar. Pastga qarab ketyapti. Uni son qiymati ham pastga qarab ketadimi? Oxiri bormi? Buni oxiri yo'q. Ketaveradi. Buni oxiri bormi? Demak, nima bo'ladi? Minus. Bu tomondan ketishning ham oxiri bormi? Yo'q. Bu yoqdan ham ketishning oxiri plus. Demak, barchasini oladimi shu qatordagi? Barcha joyda mana shu chiziq bormi? Demak, qiymatlar sohasi ham barcha sonlarni olib biladi. Minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha. Tushunarli bo'ldi? Mana bunaqa berib qo'y. Aniqlanish soha x haqida gapiradi-ku, to'g'rimi? X tegishli mana bunaqa berib qo'y. Bu degani istalgan son. Mana bunda qo'yadi. Y tegishli istalgan degandek. Aniq teskarisi. Ya'ni nima degani ekan bu? Istalgan son. Yoki x tegishli tushunarli bo'ldi? Yoki y tegishli r. R bu nima? R bu barcha sonlar degan minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha. Tushunarli bo'ldi gapim. Demak, qiymatlar sohasi ham bo'ldimi? Qanday ko'rib aytish tushunlaringiz ma'nosi? Keyingisi, funksiyaning o'sishi, funksiyaning kamayishi. Ya'ni qiymati borgan sari o'sib boradimi yo'q? Bu uchun joyini bilishim kerak, boshlanishi. Har doim boshlanish mana shu qayerda bo'lgan? Kitob bosh o'qilishi qaysi tomondan boshlangan aytinglar? Chap tomondan. Bu yoqning ham boshi qayerda? Funksiyaning ham boshi. Chap tomonda mana ushlagan joyim ko'rilarsa, funksiya bo'ylab harakatlantiraman. Tepaga qarab ketyapti. O'syapti. Ya'ni qiymat kattalashyaptimi? Demak, qanday funksiya? O'suvchi. Va qaranglar, bu har doim o'syaptimi? Demak, mana boshi minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha. Funksiya nima qilar ekan? O'sar ekan. Ya'ni men bunga mos nimani topishim kerak edi? X ni. Demak, o'suvchi. Ana endi juft toqligi. Qanday qilib tekshirib ko'ramiz? X o'rniga bir marta 1 beraman. Keyin minus 1. 1 berganda 1 chiqqandimi? Minus 1 berganda minus 7 chiqdimi? Bir xilmi qiymatlari? Demak, bu nima bo'lar ekan? Na juft, na toq. Va qaysi choraklardan o'tdi? Birinchi, uchinchi, to'rtinchi choraklari 1, 3 va
Mana funksiyani to'liq nima qildik? Ta'rifladik. Tushunarli bo'ldi. Uning xossalarini tushundimanmi? Kim tushunmadi xossasini? Xossasi unga to'liq ta'rif berib bo'ldimmi? U o'sayotgan o'smir ekanmi hali? Hamma tushundi. Ana endi qaranglar-da. Keyingisi. Yana nimalar qoldi? Hamma hozir shuni yozib olinglar, keyin qolgan davom ettiramiz.